Assalomu alaykum azizlar, omonmisizlar? Tabriklar uchun katta rahmat. Judayam xursand bo'ldik. To'g'risini aytsam, hayajonli kunlar, hayajonli onlar bo'lib o'tdi. O'g'lim Azizbek kelinimga mana shunday chiroyli предложение qilib qo'llarini so'radilar. Biz judayam xursand bo'ldik. Va bizni oilamiz, ularning oilalari birgalikda mana shu Sokol lageriga borib, ularning quvonchli kunlariga sherik bo'ldik. Nega Sokol, nega lager? Boisi yillar avval, bir 6-7 yil avval Azizbek aynan mana shu lagerda kelinimni ko'rib qolgan va yoqtirib qolgan, sevib qolgan. Kuzatuvchilarimning orasida bunday dabdabani nima keragi bordi deganlar ham topildi. To'g'risini aytaman, o'g'lim shuni xohladi va biz uni qo'llab-quvvatladik. Boisi meni nazdimda erkak kishi, yigit kishi pul topayotganda har xil sablaznlar paydo bo'ladi. Bilasiz, chet elda o'qiydi va uni nazoratsiz desam ham bo'ladi, qaysidir ma'noda, va topgan pulini u ham o'qiydi, ham ishlaydi. Topgan pulini mayda-chuyda o'sha aysh ishratga, klublarga yoki qandaydir nima deydi, kayfiyatni ko'taradigan narsalarga ishlatgandan ko'ra, mana shunday chiroyli tadbirlarga o'zi pul yig'ib, o'zi mana shunday chiroyli, go'zal tadbirlarni qilgani ma'qul deb topdik va biz qo'llab-quvvatlab aytdik, agar sen xohlasang, o'zing pulingni yig'ib, puling bo'lganda qilib beramiz dedik. Shunday ekan, biz farzandlarimizni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Katta orzular qilishsin, orzulariga erishsin. O'sha xohlagan nikoh uzuklari, xohlagan mirimiga taqmoqchi bo'lgan chiroylik o'sha uzuklarni o'zlari pul yig'ib olgani yaxshi deb o'ylayman. Azizbekka boshida aytdim, bolam, chiroylilardan olgin, yaxshisidan olgin va o'zing olasan dedim. Chunki meni fikrimcha, ayol kishiga rasxod qilinsa, uni qadri yanada yaxshiroq bo'ladi. O'shanga hammasini o'g'lim o'ziga tashlab qo'yapmiz, imkon darajasida, va qo'llab-quvvatlayapmiz. Hammaga yana bir bor katta rahmat, tabriklar uchun. Hammamizni farzandlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin va biz ham farzandlarimizni baxtini, kamolini baxtdan sarmast bo'lib ko'rish nasib etsin. Ассаламу алейкум. Ассалам. Поздравляем. Спасибо. Всех благ желаем. Всего самого наилучшего. Всего здоровья. Ой, какие красивые Всего цветы. самого. Спасибо. И вот ваш внук вам кое-что хочет подарить. О, это что? Это путешествие вам. Umraga yo'llanma. Ko'yibdingiz oyijon? Rostdan. Rostdan. Menga aytdilar.